Leyla bor joyda Dildora, Dildora bor joyda Layla Layla. bo'lardi-da. To'g'ri, Bizlarning to'g'ri. muxlislarimiz ham deyarli bitta edi. To'g'ri, to'g'ri. Shu ko'pchilik mendan so'rash boshladi. Nima bo'ldi Laylaga? Nega unaqa qildi? Yo'q, ko'pchilik lekin to'g'ri qabul qildi. Demak, yaqin insonidan zarba oldi. To'g'ri. Kimdir yoki sotdimi, kimdir xiyonat qildimi, shu narsada alam qilib shu shunaqa video qo'ydimikan yoki boshqa narsa bo'ldimikan, hattoki bir ikkitalab xafa bo'lmaysan, to'g'risini aytaman, nima u chekib olganmi, nega bunaqa video chiqaradi Hech qachon deydi-da. chekmaganman-ku. Hattoki bilasizmi, Dildora opa, shu gapingiz uzr bo'ldim. Sahnada bu ishdan tashqari mana shu endi mana Gala Osiyo to'ylari qanaqa yondiradigan to'ylar masalanda, Shunday. yigitlarni bilasiz. Sahnaga chiqib shu azarta mimikalar bilan ishlaganda ham oyti zo'rashasiz, necha ketmay deb oldimga kelishganda. Manda bilmayman, mana masalan yaqinda ham bitta shu ustozim primadonna, Tojikiston primadonna Shabnam Surayoni bitta qo'shig'ini qo'yganman-da. Manda bilasiz, energetika, manda energiya kuchli. Men o'zimni bunaqa jim turib sponni yasolmayman. Manda vulqon bor, o'sha vulqon portlaydi, bo'ldi, sahnada kerak bo'lsa yig'lab beraman. Sahnada kerak bo'lsa shunaqa harakatlar, mimikalar, bu degani bu qanaqangidir yomon ma'noda yomon qiz degani emas. Prosta ijodkor shunaqada, kimdir masalan shunaqa holatda bo'ladiki, to'g'ri spokойно turib aytadi, kimdir o'ynab. Masalan, mani ustozim primadonna Yulduz Usmonova, alhamdulillah, duolarini olganman. Men ulardan o'rganganman. Yigitlar sozandalar bilan ishlash, ritmika, bunaqa harakatlar, men shu narsani o'rganib qonimga singdirib olganman-da. O'shaning uchun o'zi bu gaplar ham o'sha xarakterimdan kelib chiqqan holda shunaqa vulqon bo'lib otilgan, lekin bilasizku, hayotda ham olov qizman. Shunday. Shaddod, pozitiv borgan davralarimda u faqat to'y bo'lish shart emas, oddiy o'tirganda ham kuldirib, mana shunaqa xarakterga ega qiz bo'lganim uchun ham shartdakiman, dangalchiman. To'g'ri, samimiy, muloyimman, lekin jahlim chiqqanda tanib bo'lmaydi. Yo, shuni aytyapman-da men ham, Layla, shu taxallusingiz bekorga sizga qo'yilmagan. Mumkin edi-ku, Sharqona kuychisi deyish mumkin edi yoki go'zal kuychi, boshqa bir nom qo'yish mumkin edi. To'g'ri. Ayniqsa shu harorat so'ziga ko'proq e'tibor qaratdim. Keyin nima isming Layla, Nargiza, Layla taxallus. Mana shu Layla ham asli Layli, Laylo, bular hammasi bitta ism. Shu Majnun haqida agar gapirayotgan bo'lsam, yana shu mavzuga qaytaman. Qara, shu Majnunda ham shunaqa otashin sevgi bo'lganki, Laylini ishqida Majnun bo'lib qolgan. Demak, senda ham shu ismingga, shu taxallusingga xos bo'lgan bir xislat bor. Hamma narsani yuraging bilan qabul qilasan. To'g'ri. Yuraging bilan his etasan. Demak, o'sha jarayon yana ham tushunarliroq bo'lish uchun men aytaman, o'sha jarayonda sen xiyonatni, sadoqatsizlikni, bevafolikni, sotqinlikni ichida qolib ketganingdan keyin sen yorilgansan. To'g'ri. Shunaqa. Yorilgansan. Xuddi shunday.